Katta yo'l yoqasidagi daraxt tagida majoqlangan holda turgan bu avtomashinaning holatini ko'rib, hushyor tortadi odam. Aslida transport vositasiga qizi va nabiralarini solib, qaysidir manzilga otlangan Tiko rusumli avtomashina haydovchisi uyidan chiqar ekan oilasiga jigarbandlari bilan omon qaytishni istagan albatta. Ammo boshqa haydovchining xatosi sabab bir oilaning bir nechta a'zosi tiriklar orasida yo'q bugun. Soat 15:30lar chamasi boshqaruvda bo'lgan Nexia 3 rusumli avtomashinasini Farg'ona tumani Shohimardonobod mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan D090 Farg'ona Hamzabod Vodil avtomobil yo'lining 14-kilometrida boshqarib ketayotgan haydovchi rul boshqaruvida amal qilinishi kerak bo'lgan bir emas bir nechta qoidalarni buzgan, xususan amaldagi qonunlarda 4 va undan ortiq tasmali harakat ikki tomonlama bo'lgan yo'llarda qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanish uchun mo'ljallangan tasmalarga chiqish taqiqlanadi deyilgan bo'lsa-da, haydovchi unga amal qilmagan. Bu ham yetmagandek, haydovchi o'zidan oldinda harakatlanayotgan transport vositasi keskin tormoz berganda to'qnashib ketmaslik kafolatini beradigan darajadagi oraliq masofani, shuningdek, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlaydigan yonlanma oraliq masofani saqlash kerakligini unutgan. Bundan tashqari, transport vositasini boshqarish paytida aniqlay olishi mumkin bo'lgan xavf yuzaga kelsa, u transport vositasining tezligini to'liq to'xtashni ta'minlaydigan darajada kamaytirishi yoki to'siqni boshqa harakat qatnashchilari uchun xavf tug'dirmaydigan holda aylanib o'tish choralarini ko'rish kerak degan talablarga rioya qilmagan. Tezlikni me'yordan oshirgan, xullas, harakatda mavjud bir nechta qoidalarni buzilishi xunuk yakun topdi. Afsuski, shoshma-shosharlik sabab Nexia 3 rusumli avtomashina haydovchisi boshqaruvni yo'qotib, yo'l qatnov qismining qarama-qarshi yo'nalishiga o'tib ketadi. Natijada avtomashinasiga nisbatan ushbu yo'l qatnov qismining qarama-qarshi yo'nalishida o'zining yo'lida harakatlanib kelayotgan Tiko rusumli avtomashina bilan to'qnashadi. Yo'l transport hodisasi oqibatida esa Tiko rusumli avtomashina haydovchisi voqea joyida vafot etgan. Bundan tashqari, mazkur yo'l transport hodisasi natijasida Tiko avtomashinasining ichida bo'lgan 2 nafar voyaga yetmagan bolalar va 1 nafar ayol shifoxonada ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramay hayotdan ko'z yumgan. Jinoyat ishlari bo'yicha So'x tuman sudining hukmi bilan sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 266-moddasi 3-qismining A bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga ushbu modda bilan 3 yil muddatga transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilinib, 8 yil ozodlikdan mahrum qilish tariqasida jazo tayinlandi. Shuningdek, sudning hukmi bilan jabrlanuvchilarning qonuniy vakiliga 100 million so'm moddiy zarar undirilishi belgilandi. Yetkazilgan ma'naviy zarar masalasida fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilish tartibi tushuntirildi. Pul yoki bir siqim uyumga aylangan temirni ham topsa bo'ladi, ammo tiriklar orasidan erta ketgan norasida go'daklar bir oilaning duogo'yi-yu bekasi endi qaytib kelmaydi. Rul boshqaruvni qo'lga olgan haydovchilarga aytmoqchi bo'lganimiz, kichik e'tiborsizlik, ulgiraman yoki uddalayman degan o'zingizga bo'lgan ortiqcha ishonch mana shunday xunuk oqibat bilan yakun topmasin. Yo'llarda harakat xavfsizligi qoidalariga qat'iy amal qiling demoqchimiz. Maftuna Mamasidek va Abdulloh Rashidov, Ruxsor News informatsion dasturi uchun maxsus.